Programmistman, ishlab chiqqan programmamni sotganligim uchun menga pul tushadigan bo'lsa, undan qanaqa soliq to'layman degan savol. Bu umuman faqat bu programma uchun emas, barcha startaplar uchun taalluqli bo'ladi. Agar sizda shunaqa programma produkt bor bo'lsa, ishlab chiqqan bo'lsangiz va startap sifatida buni endi boshlayapman, ertaga kattaroq bir kengaytirishdan oldin boshlang'ich etapda nima qilaman deydigan bo'lsangiz, o'zini o'zi band qiluvchi sifatida siz aynan IT sohasidagi xizmat ko'rsatuvchi qilib shakllantiring va 1 milliardgacha 1% miqdorida soliq to'lab ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni sizga tushgan tushumi 1 milliard so'mgacha bo'lgan miqdorida 1%, ya'ni 1 milliarddan 10 million so'm soliq to'laysiz. Mabodo kengaytirib 2-chi, 3-chi, 4-chi programmalarni ham qildim, tushumlarim ko'paydi deydigan bo'lsa, unda belgilangan soliqlarda qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'larini to'lashingiz kerak bo'ladi. Umuman olganda startaplar uchun bu juda og'irlik qiladi. Odatda bunaqa holatda sizni IT parkka a'zo bo'lishingizni tavsiya qilamiz. Agar siz IT parkka a'zo bo'ladigan bo'lsangiz, IT park uchun siz 1% to'laysiz, qolganini ish haqi sifatida oladigan bo'lsangiz ham 7,5% soliq bilan hamma to'lovlarni to'lagan bo'lasiz va bemalol qolgan puldan erkin foydalansangiz bo'ladi. Shunga o'xshash startaplar masalasida ham yoki undan og'irroq savollar bo'ladigan bo'lsa ham kommentariylarda qoldiringlar, sizlarga ham javob berishga harakat qilamiz.